Mana shu siz ko'rib turgan organ bu jigar, uni atrofini yog' bosgan va u qanday salbiy oqibatlarga olib kelishini bilasizmi? Jigarni yog' bosganda birinchi navbatda tanada qizil xollarning paydo bo'lishi yuzaga keladi. Ya'ni odatda bunday insonlar meni tanamda juda ham ko'p qizil xolchalar toshib ketdi deb shikoyat qilishadi va undan keyin quvvatsizlik, holsizlik, ishtahani buzilishi, ovqatdan keyin ko'ngil aynishi, hatto ovqatgacha och qoringa ham ko'ngil aynishi, ovqat yegandan keyin og'irlik hissi, goh o'ng tomonda, goh oshqozon sohasida va hazm bo'lish jarayonining buzilishi, har xil gazlar hosil bo'lishi, qorinning dam bo'lishi va bir dunyo kasalliklarni sanash mumkin yuzaga keladi. Endi ayollarimizda nima yuzaga keladi? Ayollarimizda semirish yuzaga keladi. Hatto erkaklarda ham xuddi ayollarnikiga o'xshash qorin sohasida kengayish, homilador ayollarnikiga o'xshash katta qorin yuzaga kelishi mumkin. Ayollarimizda nafaqat semirish, qorin sohasining kengayishi, balki papillomalarning toshishini ham kuzatishimiz mumkin. Odatda husn buzuvchi bu hosilalar boshqa bir organlarning kasalligi deb dermatologda, kosmetologlarda yurishadi. Aslida esa bu jigarni yog' bosgani hisobiga yuzaga keladi. Jigarni tozalashning ikkita usuli bor. Birinchi usul: siz och qoringa 1 stakan suvga 1 choy qoshiqda olma sirkasi qo'shib iste'mol qilasiz. Agar sizda qandli diabet bo'lmasa, unga 1 choy qoshiqda asal ham qo'shishingiz mumkin. Va bu aralashmani och qoringa yoki ertalab nahorga iste'mol qilasiz yoki yotishdan oldin kechqurun iste'mol qilasiz. Bu jigarni zo'r tozalab beradi va qondagi qand miqdorini normallashtiradi. Ikkinchi usul haqida bilish uchun bizga albatta obuna bo'ling.